Kechadan beri internetni portlatyapti. Haligi bir go'dak bolani bir o'sha natsist bir odam o'ldirib qo'yibdi. Endi bu bilan hammaga birday baho berish ham noto'g'ri. Odamlarni ichida yaxshisi, yomoni bo'ladi. Unga hammaga birday baho berib, emotsiyaga berilib ketib, har narsani gapirishlik ham bu yaxshi emas. Ular agar o'sha millatchilik qilgan bo'lsa, biz qilmasligimiz kerak. Men mana shu joyda turib bizni mana internet orqali ko'pchilik aka-ukalarimiz kuzatishadi. O'sha Rossiyada yurganlar, boshqalar, shularga aytmoqchimizki, shuning uchun bir-biringlar bilan intifo bo'linglar. O'sha musofir yurtlarda yurganinglarda, ha bu tojik ekan, bu o'zbekistonlik ekan, bu turkman ekan, bu qirg'iz ekan, bu qozoq ekan demasdan, musulmonmi? Mahkam qo'lidan ushlaylar. Ey, mana bu meni musulmon birodarim mana bu deb aytinglar. Islomda ikkita millat bo'ladi. Musulmon millati, musulmon emas, g'ayri musulmonlar. Kofir millati bo'ladi. Boshqa millat bo'lmaydi bizda. Musulmonchilikda, islomda nechta bo'lar ekan millat? Ikkita bo'ladi. Yo musulmon, yo musulmon emas millat bo'ladi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q bizda. U tojikmi, tatarmi, chechanmi, uyg'urmi, dargenmi farqi yo'q. Musulmonmi? Ya bu bizdan emas demang, qo'lidan borib mahkam ushlang. To'xta, bu meni birodarim. Bu senga nima qildi? Shu birdamligimizni yo'qligi mana shunga o'xshagan, yuqorida o'xshagan narsalar endi kelib chiqishligiga sabab bo'lib qoladi. Vaqtimiz nihoyalab qoldi. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruka va natubu ilayk. Amin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bugungi aytilgan masala masoillarga amal qilmoqlikka tavfiq bersin. Alloh taolo elimizga, yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, biz mu'min musulmonlarga inog'u ahillikni bersin. Yer va osmondan bizlar uchun barakot eshiklarini ochsin, barakot yomg'irlarini, qorlarini yog'dirsin. Alloh subhanahu va taolo musofir yurtda yurgan barcha aka-ukalarimizni qayerda va qanday holatda bo'lishligidan qat'iy nazar Robbil olaminning o'zi hifzu himoyasida saqlab, halolu toyyibdan rizqlantirib, yana vatanlariga, bola chaqalarini bag'riga sog' salomat qaytib kelishligini ham Alloh taoloning o'zi nasib ro'zi aylasin. Musofirlarimizni o'zi hifzi himoyasida saqlasin.